Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Xosiyat Allayarovna. Men 8 yillik tajribaga ega kattalar va bolalar psixologiman. Bugun sizga farzand tarbiyasiga taalluqli bo'lgan o'smirlar bilan munosabat haqida ma'lumotlar bermoqchiman. Juda ko'pchilik ota-onalar farzandlari tarbiyasida ham menga murojaat qilishadi. Asosan o'smirlar bilan bo'ladigan konfliktlar yuzasidan murojaat qilishadi va bunaqa holatda ham o'smir farzand bilan, ham ota-ona bilan parallelna konsultatsiyalar, terapiyalar o'tkazib, yaxshi natijalarga kelganmiz. Undan tashqari, частный maktabda ham 2 yil davomida ishlaganman. Aynan u maktabda 8-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan bolalar o'qigan. U yerda muammoli farzandlar va ularning ota-onalari bilan har doim konsultatsiya hamda har xil terapiyalar o'tib, ularni muammolariga yechim topishga yordam berib ko'maklashganman. Aytmoqchimanki, tajribam bor va juda ko'p mana shunaqa konfliktlarni asl sabablarini bugun sizga misollar tariqasida yoritib ko'rsatib bermoqchiman. Agarda menga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya qilib oling. Bu kanalda siz o'zingiz uchun juda ham kerakli bo'lgan ilmiy bilimlarga ega bo'lasiz va bugungi mavzuni oxirigacha eshiting. Siz o'zingiz uchun ham shaxsan foydali ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Chunki har bir ota-ona ham bola bo'lgan, o'smir davrdan o'tgan va har xil travmalarga ega bo'lish ehtimoli bor. Ajabmaski, bugun siz o'zingizni ham qaysidir bir jarohatlaringizga shifo topsangiz. Demak, boshlaydigan bo'lsak, mana misol uchun menga murojaat qilishadi o'smir yoshdagi farzandlarni muammolari bilan, ya'ni ota-ona bilan qandaydir konfliktlarga kelib qolishadi, bir-birini tushunmaslik yoki bo'lmasam uydan chiqib ketish, farzandlarini o'zboshimchalik yoki bo'lmasam farzandlardagi qanaqadir qaramliklar, telefonga mukkasidan ketish, o'yinlarga bog'lanib qolish yoki nima deydi, har xil chekadigan narsalarni chekishi yoki qizlarni yigitlar bilan gaplashishi, umuman mana shunaqa davrda har xil muammolar yuzaga kelishi boshlaydi. Bularning hech biri besabab emas, aziz ota-onalar. Chunki har bir oqibatni kelib chiqish sababi bo'ladi. Farzand o'zidan o'zi 15 yoshga kelib xulqi o'zgarib yomon bo'lib ketmaydi, agar u boshlang'ich tarbiyada to'g'ri tarbiya olgan bo'lsa. Har bir ota-ona mana shu 15 yoshgacha bo'lgan davrda o'zi farzandiga to'g'ri tarbiya berishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni qanchalik ana shu yoshgacha bo'lgan davrda farzand bilan qalban har taraflama ota-ona yaqin bo'lgan bo'lsa, to'g'ri muloqotni yo'lga qo'yib, do'st bo'lib, bir-birini hurmat qilgan holatda tarbiyalangan bo'lsa, 15 yoshgacha mana shu o'smirlik yoshiga kelganda farzandlarda muammo bo'lmaydi. Aksincha, u yanada aql bilan ish yuritishni o'rganadi, yaxshi insonlar davrasiga qo'shiladi. Ota-onani bergan fundamentli tarbiyasining kuchi, ta'siri kuchli bo'ladi. Agarda farzandda mana shu davrgacha уже qanaqadir o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, biz buning sabab va ildizlarini shu davrgacha bo'lgan bolaligidan izlashni boshlaymiz. Misol uchun, eng asosiysi 6-7 yoshgacha bo'lgan davrda уже bolaga har xil psixologik jarohatlar yetgan bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni ota-ona qo'pol muomala qilgan, urgan bo'lishi mumkin, har xil haqoratli gaplarni gapirgan bo'lishi mumkin. Xullas kalom, farzandni qattiqqo'llik bilan tarbiya qilaman deb, aksincha farzandga psixologik jarohatlar yetkazgan bo'lish ehtimoli bor. Chunki u yoshda 6-7 yoshgacha bo'lgan davrda bolalar o'zini himoya qilishni bilmaydi va ota-onani har bir qilayotgan qo'pol muomalasi bo'ladimi, haqoratimi yoki jazosi, urushini ham farzand to'g'ri deb o'ylaydi. Ya'ni katta odam noto'g'ri ish qilyapti, hozir meni noto'g'ri urishdi, noto'g'ri haqorat qildi degan fikr hali u paytda shakllanmagan bo'ladi. Ya'ni o'zini himoya qilishni bilmaydi. Va bu davrda bolalar o'zini yomon ko'rishni boshlaydi, o'zidan norozi bo'lish, o'ziga bo'lgan pastbaho va hokazolar shakllanib boradi. O'smir yoshga kelganidan keyin ota-onalar shu paytgacha shunaqa qo'rs, qo'pol muomala qilib kelgan bo'lsa, уже u paytda o'zini menligi rivojlanishni boshlaydi bola va уже o'zini himoya qiladi gap so'z orqali, jismonan va hokazo. Va bolaligida qila olmagan, farzandga ruxsat berilmagan narsalarni qilishni boshlaydi. Misol uchun, qaysarlik qilishga ruxsat berilmagan bo'lsa, ana o'sha paytda qilgan qaysarligi uchun, injiqligi uchun ruxsat bermasdan ota-ona jazolagan bo'lsa, endi ana o'sha narsani qaytadan yashab o'tishga bola ongsiz ravishda harakat qilishni boshlaydi. O'zi o'smirlar davri bu pubertant davr deyiladi. Ya'ni bu paytda bolada gormonal hamda tanasidagi jismoniy o'sish, gormonal o'zgarish hamda psixologik ruhiy o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi.
Bunaqa davrda agarda boshida aytib o'tganimdek, to'g'ri qadriyat, aql va ota-onani bergan tarbiyasi to'g'ri bo'lsa, ana o'sha tarbiyalar bolani tarbiyasi uchun fundament rolini o'ynab beradi. Agarda u paytda qadriyatlar o'rgatilinmagan bo'lsa, misol uchun yaxshi yomon, halol haromlar o'rgatilinmagan bo'lsa, bolani o'z holiga tashlab faqatgina unga qo'pol muomalalar qilingan bo'lsa, ana endi bu davrda, chunki uni himoya qiladigan uni ongida nima yo'qda, ya'ni yaxshi xotiralar yoki bo'lmasam yaxshi bilimlar yo'qligi sababli unda nafsi kuchayishni boshlaydi. Ana o'sha o'smir davrida asosan bolani menligi, nafsi o'sishni boshlagani uchun ham u ongsiz ravishda o'zini nafsi orqali harakat qilishni boshlaydi, mayllari rivojlanishni boshlaydi. Misol uchun boyagi aytganimdek qaramliklar, sigaretaga, nos, shunga o'xshash nima deydi, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishga qiziqishi mumkin yoki bo'lmasam qarama qarshi jinslarga bo'lgan qiziqishlar, uchrashuvlar, prepiskalar, shunga o'xshash narsalar rivojlanishni boshlaydi-da. Shuning uchun biza har bir farzandni o'sish davomida qanday davrlardan o'tishini bilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak bo'ladi. Pubertant davrdan oldin latent davr bo'ladi. Bu boshlang'ich maktabda o'qiyotgan davr, ya'ni 7 yoshdan shu 10-11 yoshgacha bo'lgan davr. Bu paytda bolada hali unaqa nafsi menligi rivojlanmaydi. U paytda aksincha tartib, intizom, hamma narsa to'g'ri bo'lishi kerak, yaxshi o'qish kerak, halol harom, yaxshi yomonni ajratadigan qadriyatlarni, ota-onaga bo'lgan hurmat, kattalarga bo'lgan hurmat, hamma mana shu yaxshi odob, axloqlarni o'rgatadigan va qabul qiladigan davr bo'ladi. Lekin afsuski ota-onalar mana shu bilimlarni bilmaganligi sababli 15 yoshgacha bo'lgan davrda уже ancha vaqtni nima deydi, yutqazib qo'ygan bo'ladi. Yutqazib qo'yganligi sababli endi nima bolani avjiga chiqqan paytida keyin yordam, ko'mak so'rashni boshlaydi ota-onalar. Endi bu davrda nima qilish kerak? Biza tushunishimiz kerak, eng avvalo ota-ona o'zini holatini to'g'rilashni boshlashi kerak. Misol uchun bolaligida boya aytib o'tdik, agar qichqirib, qo'pol muomala qilib, farzandni jazolab katta qilgan bo'lsa, eng avvalo ona yoki bo'lmasam ota tushunishi kerakki, bu yerda bolada emas ayb, o'zidaligini. Ya'ni ota-ona o'zi anglamagan holatda o'zini travmalarini, og'riqlarini bolaga ko'chirayotgan bo'ladi. Bu yerda begunoh bola hech narsani tushunmaydi, shunchaki bu og'riqlarni yana o'ziga singdirib oladi. Qarabsizki, bu zanjirdek avlodga keyin davom etaveradi. Misol uchun qo'pol muomala qilayotgan, shu baqiradigan, urush qiladigan ota-onalarni o'zini ham ota-onasi xuddi shunday muomala qilgandirki, chunki ular boshqacha variantini bilmaydi va qattiqqo'llik, qo'pol muomala bu to'g'ri tarbiya deb o'ylashi mumkin va bolaga o'zi anglamagan holatda psixologik travmalarni joylatgan bo'lish ehtimoli bo'ladi. Va demak bu уже mana shunaqa tarzda rivojlanib, bolaga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Endi o'smir yoshdagi bolani mana shunaqa xatti-harakatlarini to'g'rilasa bo'ladi. Ya'ni o'smir paytdagi tarbiya bu ota-ona uchun ikkinchi imkoniyat hisoblanadi. Ya'ni farzandini yana qaytadan tarbiyalash uchun bir sizga berilayotgan ikkinchi imkoniyat. Agarda siz o'smir yoshdagi farzandingiz bilan endi ham qo'pol muomala qilib, yana ham uni qattiq ushlayman deb yoki bo'lmasa unga har xil zo'ravonliklarni qilib, qamab qo'yib bitta xonaga yoki urush, remellar bilan urush va undan-da qattiqroq ko'rsiklar, zo'ravonliklar qilaman deydigan bo'lsangiz, xato qilasiz. Endi bu davrda bolani sindirib qo'yish mumkin. Ya'ni endi bu holatda olgan travmasi bir umrga qolib ketish ehtimoli bor. Ya'ni katta bo'lgandan keyin ham toki o'zi anglab psixologga bormagunicha bu boladan chiqib ketmasligi mumkin. Aksincha yanada ota-onadan uzoqlashadi yoki ko'cha bezorisi bo'lib ketishi mumkin, har xil boshqa yomon yo'llarga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun bu holatda to'xtash kerak ota-ona. Endi nima qilish kerak? Yana bolalikda qilgan xatoni qilmasligi uchun endi bola bilan boshqachasiga munosabat qilishni, agarda o'zlarini ota-onani qanaqadir o'zini travmalari bo'lsa, o'zini jahldorligi, ya'ni bolaga umuman aloqasi yo'q bo'lgan, o'zini ruhiyatida qandaydir jarohatlar bor bo'lsa, eng avvalo ona yoki otani o'zi psixologik terapiyalardan o'tish tavsiya qilinadi. Va parallelno farzandni ham psixolog mutaxassis bilan ishlagani ma'qul. O'smirni isyoni bu ota-onani, ya'ni samimiy bo'lishligiga bo'lgan talab. Ya'ni o'zingiz bo'ling, maskalaringizni oling, niqobsiz men bilan munosabat qiling degandagi isyonidir.
Ya'ni ota-ona qattiqqo'l rolga kirib olishi mumkin. Ko'rs rolga, ya'ni misol uchun ba'zida ota-onalar o'zini kasbdagi rolida qolib ketishi mumkin. Maktabda ham o'qituvchi, uyga kelgandan ham o'qituvchi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam otalar ishxonada ham rahbar, uyga kelgandan keyin ham rahbar bo'lishi mumkinda. O'smirlar bilan aksincha, ularga rahbar yoki bo'lmasam ustozlik, har doim ham aql o'rgatish, qattiqqo'llik, buyruq tonida gapirish emas, endi ular bilan do'st, ya'ni uni bir shaxs sifatida qabul qilishni xohlaydi. O'smirlarni bu davri na katta na kichik davr hisoblanadi, lekin ota-ona qanday munosabatda bo'ladi? Aksariyat holatda kichkina bolaga qilgan munosabatini yana qilmoqchi bo'ladi, ya'ni buyruq tonida gapiradi yoki bo'lmasam yana qattiq nazorat qilgisi keladi, ishonchsizlik bildiradi, atrofdagilar bilan solishtiradi yoki bo'lmasam qo'lidagi telefoni deylik, gadjetlarini olib qo'yishi mumkin. Xullas kalom, har bir ota-onani o'ziga yarasha jazolash uslublari borki, yanada o'shani qattiqroq uslubda do'stlari bilan muloqot qildirmaydigan yoki bo'lmasam umuman hech qayerga chiqmaydigan, ruxsat bermaydigan darajada bolaga qattiqqo'llik qilish mumkin. Boya aytib o'tganimdek, bu taktikalar endi ishlamasligi mumkin. Ya'ni siz bolaligida, kichkinaligida qilgan ishlaringiz endi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l, eng to'g'ri yechim bu yerda bola bilan do'st bo'lish, ya'ni bolaga ochilish, ya'ni bolani tushunish, bolani boshqa shaxs sifatida qabul qilish, bola bilan ko'proq muloqot qilish, uni tinglash, unga ishonch berish, uni har bir qilayotgan xatti-harakatlarini tahlil qilish, kerak bo'lsa qandaydir bir xato ishlarini to'g'ri qabul qilish, ya'ni normal qabul qilish. Xato qilish normal holat. Hamma inson xato qiladi. Ota-ona farzandga bejizga berilmagan, ya'ni yoshi sifatidan, aqli sifatidan, ruhiyati sifatidan katta bo'lishi kerak. Ya'ni ota-onani o'zi o'skin bo'lsa, ana o'shanda farzandiga to'g'ri tarbiya bera oladi, to'g'ri farzandi bilan munosabatni to'g'rilay oladi. Agarda ota-onani o'zi, boya aytib o'tganimdek, o'zini holati, sostoyaniyasi yaxshi bo'lmasa, demak bu ota-ona bolani bolaligidan bola uchun xavfli inson hisoblanadi. Chunki ota-ona o'zini holatini yaxshilamasa, farzandni boya aytib o'tganimdek, jarohatli shaxs sifatida jamiyatga yetkazib beradi. Nima uchun misol uchun hozirda mehrsiz erkaklar ko'payib ketdi? Nima uchun hozir mana shunaqa mehrsiz onalar ko'p, farzandini uradigan, jazolaydiganda? Bularni hammasini agarda yakka tartibda alohida konsultatsiyada ko'radigan bo'lsak, borib bolalikka taqaladi, o'zini ota-onasi bilan munosabatiga borib taqaladi. Lekin turmush qurganidan keyin erkak va ayol buni o'zidan sababini izlaydi. Ya'ni meni yomonligim uchun meni erim yaxshi ko'rmayapti yoki bo'lmasam men yaxshi erkak bo'la olmayapman shekilli, shuning uchun menga ayolim bemehr deb hamma kamchilikni yana o'zidan izlayveradi. Chunki bolaligida ham nima deydi, har bir xatti-harakati uchun ota-onasidan dakka eshitgan, har doim qo'pol muomala ko'rgan, jazolangan bo'lganligi uchun yana jazoni, yana aybni o'zidan axtaradigan insonga aylanadi. O'smirlik davri bu o'sish zonasi. Bu o'tadigan holat hisoblanadi. Ya'ni bola har doim ham shunaqa holatda qolib ketmaydi. Ota-ona mana shu narsani tushunishi kerak. O'smir davrida farzandlarda ichki yolg'izlik bo'lishi mumkin. O'zini kerakmas his qilishi mumkin. Va ota-ona bilan qanchalik munosabati yaxshi bo'lmasa, ota-ona bilan uzoq bo'ladigan bo'lsa, munosabatlari qalban uzoqlikda bo'ladigan bo'lsa, o'smirlar keyin o'zi uchun yaqin insonlarni tashqaridan izlashni boshlaydi. Va tanimagan, bilmagan insonlar bilan muloqotga kirib qolish ehtimoli bor. Shu sababli ota-ona tushunish kerakki, bu bolani isyoni, bu muhabbatsizlik yoki sevgisizlik emas, bu o'zaro tushunmovchilikning yo'qligi. Aslida bolani agressiyasi bu ota-onadan e'tibor, mehr kutayotganini va bola ota-onasi uni har qanday holatda boricha qabul qilishini xohlayotganini tushunishimiz kerak. Ota-onani vazifasi farzandni o'zgartirish emas, ya'ni farzandni tanqid qilish emas, uni eshitish va boricha qabul qilish. Bu ota-onaning eng asosiy vazifasi hisoblanadi. Chunki biz farzandimizni qabul qila olmasak, aslida zamirida biz o'zimizni qabul qila olmayotgan bo'lamiz. Chunki juda ko'pchilik ota-onalar farzandidan norozi bo'ladi yoki bo'lmasam farzandini aksariyat holatda o'ziga yoqmayotgan insonlarga o'xshatishi mumkin va ularga o'xshatayotgani uchun ham farzandini yanada qabul qilishga qiynaladi.
Shuning uchun mana shunaqa farzandlar bilan ota-ona o'rtasida konfliktlar bo'lgan paytda terapiyalar farzand hamda ota-ona bilan parallelni olib boriladi. Ota-ona ham o'zini kechinmalarini, farzandida kimni ko'rayotganini va nima sababdan farzandi bilan muloqot qila olmayapti, nima sababdan farzandini boricha qabul qila olmayapti yoki mehr bera olmayapti, yaxshi ko'ra olmayotganlarini ota-ona ham o'zi anglab yetishi kerak. Chunki yechim faqat ota-onaga borib taqaladi. Farzandi psixologga kelib, ota-ona o'z ustida ishlamasa, natija nolga teng desak ham bo'ladi. Chunki uydagi muhit 24 soat bo'ladigan bo'lsa, bir kunlik soat. Psixolog bilan ishlash bu 1 soat deylik. Va psixologda farzand 1 soat dars oldi, lekin yana 23 soat, 24 soat o'sha muhit, o'sha ota-onani yonida yashayapti. Bunda natija bo'lmasligi mumkin. Agarda ota-ona o'z ustida ishlashni boshlasa, farzand haqiqatan ham uni o'zi uchun qadrli bo'ladigan bo'lsa, farzandini kelajagi uchun befarq bo'lmagan ota-ona bo'ladigan bo'lsa, unda o'zini og'riqlaridan qochmasdan o'z ustida ishlash tavsiya qilinadi. Chunki yechim faqatgina ota-ona orqali, aksariyat ona orqali bo'ladi. Azizlarim, sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda bugungi mavzu sizga ma'qul kelgan bo'lsa, layk va kommentariyshlaringizni yozib qoldiring. Sizga psixolog ko'magi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda qoldirilgan nomerlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.